Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar" deyishim men uchun quyoshning nuri tegayotgan hamma narsadan yaxshi. Butun borliq o'zini bor bo'lib turishligida Alloh taologa tasbih aytar ekan. Subhanalloh der ekan. Astagfirullah. Va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Va inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Zero deydi Alloh taolo Baqara surasida. Zero shunday toshlar borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari ham borki, Allohdan qo'rqqanidan pastga qulaydi. Tosh yorilib ichidan suv chiqadi. Tosh Allohdan qo'rqib yumalaydi pastga qarab deyapti. Endi toshni Alloh taolodan qo'rqishligi mana shu oyatning nassi bilan sobit bo'ldi. Tosh qo'rqar ekan. Endi insonchi? Endi bu insonning qalbi toshdan ham qattiq. Ta'sirlanmaydi, yig'lamaydi, qo'rqmaydi.